Ishga xodim olayotganlarga va ishga joylashayotganlarga ajoyib bir life hack, vaqtni iqtisod qilib olish masalasida. Mana biz ish o'rnimiz bo'lsa vakansiya e'lon qilamiz va e'lon bo'yicha rezyumelar kelib tushadi. Keyin uni filtrlaymiz, keyin ular bilan telefonda suhbatlashamiz, keyin intervyuga chaqiramiz. Keyin u odam kelgan paytda bizani bo'sh vaqtimizni poylab turadi. Yo 1 soat, yo yarim soat. Keyin shuncha kutgan odamga biz ham vaqt ajratamiz. Yo 1 soat, yo yarim soat va hokazo. Lekin agar ish beruvchi o'zini ishxonasi shu vakansiya haqida ma'lumot berib o'tsa videoda tasavvurga ega bo'lsa, misol uchun ish o'rni qanaqa, qiladigan vazifalar qanaqa, keyin ikkinchi odam ham o'zi haqida intervyu suhbat qilib bir video jo'natib qo'yadigan bo'lsa, yuldiziga to'g'ri keladimi, ximiyasiga to'g'ri keladimi, oldini aniqlab turib, ortiqcha isrof bo'ladigan vaqtni iqtisod qilib olish imkoniyati bor. Videoni davomida buni qanaqa qilish haqida bilib olasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli bo'lajak hamkasb. Sizni bo'lajak ishlaydigan ishxonangizni biroz tanishtirib o'tmoqchiman. Meni ismim Sherzod. Bu korxonada biz akva eshik romlarini buyurtma asosida tayyorlash bilan shug'ullanamiz. Siz bizga ishga kiradigan bo'lsangiz, bo'lajak ish joyingiz mana shu kreslo. Shu joyda ishlaysiz va mijozlar bilan bevosita B2B, B2C muloqot qilib boshlaysiz. Bo'lajak ish joyingiz Chorsudan Kelesga qarab kelganda Keles mostidan o'tishingiz bilan o'ng qo'l tarafingizdagi Wellwin ofisi bo'ladi. Mijozlar bilan ko'rishgani mana shu avtomobilda borasiz. Bu yerda biz mijozlar buyurtmasiga asosan Aldoxdan tortib Gilyotinaga, surma eshiklargacha buyurtmani hamma setkasini bajarib bera olamiz. Mijozlar bilan bemalol ishlashingiz uchun ular yo'q deya olmaydigan ajoyib takliflar tayyorlab qo'yganmiz. Ham sifat bo'yicha, ham narx bo'yicha o'z UTPlarimizni mijozga tushuntirib bera olishingiz uchun hamma darsliklarimiz tayyor. Assalomu alaykum. Meni ismim Aziz To'xtayev. Men sotuv va marketing yo'nalishida ishlash uchun kompaniyalarga ishga kirmoqchiman. Yoshim 21 da, hozirda Toshkentda istiqomat qilaman. Turizm mehmonxona va restoran menejmenti texnikumini qizil diplom bilan tugatganman. O'qish davomida ishimni ofitsiantlikdan boshlaganman. Barmen, retsepsiyonda mijozlar bilan to'g'ri muloqot qilish, sotuv bo'limida ishlash tizimi bo'yicha bilim va ko'nikmalarni olganman. Men o'zbek va rus tillarida bemalol gaplasha olaman. Ingliz tilini esa hozirda boshlang'ich darajada o'rganyapman. Oxirgi payt SMM va marketing sohalarini faol o'rganib kelyapman. Wellwin kompaniyalarini tanlashimdan sabab bu yo'lda o'z bilimlarimni amaliyotda qo'llab, sotuv jarayonlarini kuchaytirib va yangi yondashuvlar orqali natijani oshirish imkoniyatini ko'ryapman. Wellwin o'z qadriyati va mijozlarini rozi qilish bilan e'tiborimni tortdi. Men mas'uliyatli, stressga chidamli, jamoa bilan ishlay oladigan va natija uchun ishlaydigan insonman. Kompaniyalarning rivojiga real foyda keltirishga tayyorman. Rahmat.